Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun haftaning 6-kuni 2-may sanasi bo'ladi. Qazaras Guruch bozorining narxi bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha so'm bo'ldi bular? 8000 so'm. Ne oldu? Indoneziya. 8000 so'mdan ya. Bular. Bu ikisi bir mi? Bular. Savdosi nasıl yaxshi? Assalomu alaykum. Bu necha so'mdan bu? 8. Ne oldu? Elengi 8000 so'mdan ya. 5 so'm bilan chiqarib, 5 so'm bilan. İkisi bir mi bular? İkisi bir mi? Bular ne? Lazer. Lazer ne? Keladi. Lazerle 11 bin. Lazerli 11 bin so'm ya. Bu ikisi bir o'xshaydi bular. Üstüne olsan qaytadan joy bo'ladimi bular? Qaytib beramiz kelishib. Qaytib kelishlar yani. Bular savdo sorsin. Bizdan qaytib oladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha so'm bo'ldi bu? 9 bin. 9 ming? Lazer mi? Lazer 9 ming so'mdan ham o'zi. Bu ne? 8'den elengi. Elengi 8 ming so'm ya. Elengi 8 ming so'mdan. Savdo sorsin da yaxshi. Qazaraston. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha so'm bo'ldi bu? Ular 8 yarım. 8 yarım elengi. Bular ne? İkisi bir yine. Belengene 6 bin soğuk. Belenge 6 Belenge ming so'm. 8 bin soğuk. Bu sefer kichkinroq ekan bitta. Promo elek. Promo yalagan bu. Bonna gilamang. Hava 8 olsun. Bular 8 ming so'mdan ya. Bular savdo sorsin da. Yaxshi. Hozir bilan bir ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizdanmi? Bormi? Necha so'm bo'ldi bu? Avangard 7000 so'm. Avangard 7 ming so'm. Aylanmalar. Aylanmaylar ekan ya. Bu ne? Lazer. Lazer 10000 so'm. Bu lazer 10 ming so'm ya. Bondagi ne? Ular 11000 so'm. Bu 11 ming so'm. Bu kattaroq ekan ya. Sanat yo'q. Kılıç lazer. Kılıç lazer ya. Bondagilar sizdanmi? Bana ikonsidan ya. Shunda qaytib shuni kelsadan joy bo'ladi. Bo'ladi. Savdo sorsin da. Yaxshi. Bir like bas, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.